Bola parchaga salom, sizlar bilan Odilbek. Bugungi videoda biz Minecraftda ko'plab horror modlar, Apollon, Mimiker va yana ikkita yoki bitta horror mod qo'shgan holda Minecraftni yutishimiz kerak bo'ladi. Ne bo'lsa biz videoni boshlaymiz. Mana videoni ham boshladik. Endi tezroq rivojlanish kerak, shuning uchun daraxt chopamiz. Biz ham gigant daraxtlar bor joyda paydo bo'ldim. Lekin mayli. Nega men YouTube kanalim nom Pro Minecraft, lekin men o'zim Odilbek deb tanishtiraman, chunki mening eski kanalim bor edi, u yerda 500 taga yaqin obunachi bor edi kanal. Qandaydir o'chib ketdi. Va mana bu yangi kanal, просто bu nomi Pro Minecraft. Lekin meni eski kanalim wow! Ko'p pala normal narsalar qo'shilibdi. Hop, mana bu nima? Mana bunaqa narsa Minecraftda yo'q edi. Aniq Minecraftda yo'q edi. Shuning uchun endi blok qo'yamiz-da, craft solamiz. Mana qilich, bolta, kiraka bo'ldi, yetadi. Biz shuncha narsa maksimal tez kuchayishimiz kerak, chunki Apollon modi qo'shilgan va Mimiker modi qo'shilgan va yana bir qanaqadir qo'rqinchli horror mod qo'shilgan bu Minecraft kartaga. Xullas, tosh kerak bizga. Mana bu toshdan narsa esa bo'ladimi? What the? Qora kuchuk birinchi marta ko'ryapman. Qora kuchuk borligini birinchi marta ko'ryapman. Qora kuchuk o'zi qo'shilgan bilaman, lekin Minecraftda birinchi marta ko'ryapman. Qani qo'yamiz 108 ta narsasi bu. Yo, what? Xurar ekanam. Ibbe, shuni qo'yaptimi? Xullas bo'ldi, odam zerikib ketdi. Hozir mana bu yoqlarga ketamiz. Bizga maksimalni tosh kerak. Lekin tosh tugul biz hali normalli yo'q, qanaqa tosh? Misol toshga yetib borganimiz yo'q-ku, qanaqa tosh haqida o'ylayapmiz. Hop, qo'ylab, mana shu yoqqa qarab ketsak, normalli videolar chiqsa, chotki bo'lardi. Hozircha bitta ham horror modda qo'shilgan mahluqlarni uchratmadik. Bu yerda eng vahshiysi, ya'ni tez o'ldirib yuboradigani bu menimcha nima? Qanaqa ovoz edi bu? Ya'ni eshitdim lekin kuchuklar qochib turgan ovoz eshitilmayapti. Mana shu yerga qarab ketaveraylik. Oh, what the fuck? Yama bor ekan, sal hozir tushib ketardim. Yamami chuqurmi? Soldan qarab ketamiz. Voy! Mana zibo qo'rqib qolibdi, qoch. Mana ovozlar chiqyapti. Okean. Pacho. Hey, ko'rinish beray, g'isht. Menimcha bu Mimiker bo'lsa kerak. Apollon ko'proq kechqurun ko'rinish beradi. Mimikerga farqi yo'q, u odatda uxlamaydi. Xullas bo'ldi, shu yerga qarab kirib ketadi. Qadim tovushlar eshitilyapti. Bunday qilib yursak, boshqa joydagi narsalar ham ko'rinadi. Xullas. Yo, qo'ylar, ularni chopaman. Skeletga bormadi bu yerda, skelet qani. Mayli, ovqat haqida unutib ketdik. Ketamiz. Shu yerga kelib qishloq to'falar bo'ldi. Apollon lubo o'ynayapmiz. Xullas, просто kuchayib bo'ldi-ku-ya. Mana hozir chiqyapti. Nima bo'lib hozir chiqyapti? Qo'shdik. Wow. Mimiker. Qochamiz. Shuncha narsadan o'lib ketib yo'q bo'lishni istamaymiz. Va mana bu yer normal joylar ekan. Bu yerda qishloq bo'lishi mumkin. Pachoq Mimikeri. Balo bormidi? Sal kechroq shaxsib qilib jon ketadi. Hop, sigirlarni o'ldirish kerak. Qolgan bitta sigirni. Mimiker bir marta ko'rinish berdi, lekin Mimikerning ovozini qandayligini bilaman, chunki
eski kanalim deganda Mimiker bilan survival deb video olganman. Xullas bo'ldi. What the fuck? What? Os balandlashib ketdi. Orqada hech kim yo'q. Gapiryapti, biz ketyapmiz aka. Bachchog'ay. Hozir o'ldirib ketsa men nima qilaman? Yana bir taygan bir joyda spam bo'lamanmi? Xullas, mana shu yerga men bitman shuni ustiga chiqib ketamiz. O muzliklar nima kerak muzlik? Lekin Apollonni ko'rsak zo'r bo'lardi. Apollon bilan birinchi marta survival olyapman. Mimiker ko'rinmay qoldi. Boya taygada bitta ko'rindi, bir marta ko'rindi. Ko'rinish bir marta. Xullas, ochiq joylar, lekin bu yerda balo ham yo'q. Mana bu qo'yni o'ldirsak nima bo'lar ekan? Mimiker ko'proq men shular o'ldirib ovoz chiqyapti. Shundan keyin baqiryapti, bizga qarab gapiryapti. Mana yo'q. Bo'ldi, xullas, mana shu pachoq. Xullas bo'ldi. Saqamilaymiz. Qo'y bor ekan, o'ldirib kelamizmi? Mana bu yerda qo'y bor ekan. Shuni chopamiz, o'ldiramiz. Daraxtni bu chopadi. Chopadigan. Xullas, birinchi o'rinda what the fuck? Uni yasaymiz. Yo'q, yasaymiz. Chopamiz. Ket. Bo'ldi, maksimalli qishloq topishga endi harakat buyoqqa ketdi. Wow, gullar. Ket. Asalarini nima bor ekan? O'rmonda dovdirab yuribman, lekin to'tilmash tepaga chiqib, tun bo'lishini kutsak-chi, yotog'imiz bor-ku. Mana qo'rqamiz bizda, yotog'imiz bor bizda. Shu balandroq daraxtga chiqish kerak, mana shunga chiqamiz. Eng qizig'i men to'shamabman. Mayli. Mana shu yerga shuni chiqamiz, mana shu daraxt ustiga. Va tayga oddiy biyom. Va yana gulli bolalar. Xullas bo'ldi. Mana bir tovush pishirishimiz kerak, lekin hozir buni yesak hech bir bo'lmadi, lekin bir effekt beriladi. Agar xomush yesa, shu tovuq go'shti go'shtini yesa, endi nima qilamiz yerda? Turamizmi, mana shu daraxtdan daraxtga sakrab yuramizmi? Men Apollonni ko'rgim kelyapti. Borki, yetil kasallanib daraxtlarga suyanib, bir bolalar qilayotgan bo'lar, o'shajon ko'rgim kelyapti. So'l chopamiz. Hech kim ko'rinmayapti. Demak, yo'limizni davom ettirsak bo'laveradi. Xullas, qayerga ketamiz endi? Muzliklarda yurish bu tentaklik. Kallangga shuncha joylarni sakraymi? Sal qolsa o'lardim. Xullas. Hozircha hech kim yo'q, ko'rinmayapti. Menimcha qishloq topmay, bir joydan normalli uycha qurib olish kerak. Menga to'g'ri qaror bo'ldi. Xullas, mana shunda nimalarnidir ovozi chiqyapti-da. Shu moblarni o'ldirganimda, xullas. Qayiqasi. What the? Cho'l bor ekan, qayiqasa. Qayiq. What? Qayiq qanday yasalar? Qayiq mashina yasalarki. Qo'yil. Chop. Hozir chiqibdi, bo'ldi ketdik. Qo'y, o'tir. Ketdik. Endi bo'yinga chochaman, suvda valoyam ololmaysan. Mashinaga qarab ketamiz. Bir qayiq ham Xitoynikimi deyman. Jonga tegdi, qayshayib ketdik. Ovozlar chiqyapti, lekin ovozga tupurganimiz bor-ku. Orqani ko'r. Mana kalla bor-ku bizda. Hech kim yo'q, lekin ovoz chiqyapti. Mayli, qayg'imizni haydaymiz endi. Qayerga ketayotgandik? Mana shu yoqqa ketayotgandik. Ketdik.
Va yana normal joylar bor ekan. Boyagi daraxt ustidan ko'rmagan ekandim normalli bo'lib. Hop, yana 5 minut vaqtimiz qolyapti. Nega 5 minut vaqtimiz qoladi deganlar uchun YouTube'im hali tasdiqlanmagan. Shuning uchun 15 minutdan ko'p video olsam YouTube'ga joylamayman. Shuning uchun nega xolos. Bo'ldi, xolos. Bo'ldi, tepaga qurib chiqish kerak. Jo, tovuq nima bu? Voy, qanaqa tovuq bu? Chuzuri. Kemaga o'xshar ekan. Vatta berganmas, aniq berganmas, lekin u oy chiqyapti. Kechqurun bo'lyapti, daraxt ustiga chiqish kerak, daraxt ustiga chiq. Yo, daraxtda bo'lmami, mana ustiga chiqib ketamiz-da. Mana qaranglar, mana ustiga chiqamiz. Ustiga chiqsak baribir chiqar-ku ana mahluqlar. Shuning uchun bizni kallamizni ishlatib, ustiga shuni sakrab chiqib olib, yo'q, boshqa o'lkalarni ishlamasga mana shu yerda turamiz endi. Wow, zombi bayra bo'ldi va buni ko'zi yonyapti. Nega desa, men Minecraftda mana shader bilan o'ynayapman. Shuning uchun ularni ham ko'zini shunaqa qo'yib yondirib qo'ygan. Hech qanaqa mahluq hech bilan demayapti bizga hali. Mahluqlar yo'q. Nima qilamiz unda? Mana shu skelet qo'q borak. Patchoq pastga ko'tarib olsak bo'ldi, minus bo'ladi skelet. Ketib mana qilib ketaveramiz. Hozir qo'qotni battar kamaytirishga tentaklik bo'ladi-da. What? Yotoq borki bizda patchoq. Nega shuni oldin o'ynamadim? Bilmayman. What the? Patchoq ey. O'ldirib o'raman aytib qo'yay. Qayoqqa o'tir? Qayoqqa qo'yil. Voy, nima qilasan endi? Avrashga sakrab qo'yasan o'zingcha. Bo'ldi, yotağım turibdi-ku, men mana shu yerda o'lsam baribir shu yerda tug'ulaman-ku. Qayerimizni olamiz endi? Tepada temir bor ekan. Bu temirmi, nima u? Shag'al ekan. Patchoq ey. Mimik yerda ovoz chiqyapti. Ko'rishsiz asalgina ko'payib ketdi. Qani, ovozing chiqyapti-ku, patchoq ko'rinish bersang o'lasanmi? Qani shu yerdamikan? Ipadda var. Yo, Zumradmi? Tog'a qanday? Aka, nima qanday kunlarga qoldingiz? Nima qilyapsiz? Bu teshiklarda baliq bormi? Men otog'im mana shu yerga spawn point qilib qo'yaman-da. Spawn point mana qo'yildi. Spawn point bo'ldi, S'ga bosdimmi, bo'ldi, boramiz oldiga. Do'q, yo'q, bormay pastga tushib ketdimi? G'ijimdon. Yo, paddarginanga dushi. O'lvardim. Qaysi go'r tangada paydo bo'lmasam bo'ldi. What the fuck? Bosuvdim-ku men shu patchoq yotoqda. Xullas, birinchi qismga borishim ko'p ish qilardik-da borku. Apollon ko'rinish bermayapti. Shu yerda ham mimiklarda ovoz chiqib turganda, sraz men oldimga kelib qolishi mumkin. Bo'ldi, mana shu yerda birinchi qism o'z nihoyasiga yetadi. Albatta videoga yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmasini bosing. O'zingizga fikringizni ham qoldiring. Hammaga xayr.